Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana sizlarga o'tgan safar video qilib qo'ygandik. Mana bu tovuqlarimiz haqida qisqagina kommentariyalarga yozilsa, qisqagina video qilib iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz degandik. Yomon emas. Hozir YouTube kanallarimizga joylagandik. Hozir ancha nima deydi, ko'rilgan ekan. Ham kommentariyalar bo'lgan. Shuning uchun sizlar uchun kelib mana bu yerdan akamizdan qisqacha tushuncha olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Alisher. Keling, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi o'zi? Allohga shukr. O'zingiz tinchmi? Rahmat aka. Bir qisqacha bu tovuqlar haqida, bir zot haqida, nima deydi, nima yem yeyish haqida bir tushuncha bersiz aka. Bu zot qanaqa aka tovuqlar? Bu tovuqlar Germaniyani Loman Bravo degan zotidan kelib chiqqan, Karol derkan. Bu hozir bizga setkalari, nimalari bilan 35 bosh olib kelingan. Ha, bu o'sha qafaslari bilan ichida 35 bosh mana shartnoma tuzganingizdan keyin olib kelib, o'zlari o'rnatib, tushuntirish berib, boqishlarni, yemini qanday berishlarini o'rgatib ketadi. Ha, siz xullas mana bu setkalari bilan olib kelib tashlab ketadi. Tashlab, qanday boqishlarni, nima qilishlarini o'zlari mutaxassislar tushuntirib berib ketadi. Yemlari 1 kilosi 5000. O'zlari sizga yetkazib beradi. Murojaat qilsangiz o'zlari yetkazib beradi buni. Yem ichida vitaminlari bor, har xil makka, bug'doy, turdan ortiq yemlar aralashmalari bor, vitamin dorilari ham bor ichida. O'zlari qo'shadi. Endi biz nima qilmaymiz, o'zlari biladi. Bu sizga har bir donasi qanchadan tushdi sizga? Har bir donasi 109 mingdan tushdi. 109 mingdan. 109 mingdan shu setkasi, qafaslari ichida 109 mingdan tushdi. Hali aytib o'tdingiz, yemni ham birinchi partiyasini bepul berib ketdi. Birinchisiga sizga boqish uchun 200 kilo yemini sovg'a tariqasida tashlab ketishadi, berishadi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana tuxumlar, mana katta-katta ajoyib tuxumlar. Buni qanchadan sotyapsiz buni? Bu tuxumlar hozir 1200 so'mdan do'konlarga topshirilyapti. 1200 so'mdan do'konlar o'zlari qaysi do'konga kerak bo'lsa sizga murojaat qiladi, olib beradi dastlabki sizdan. Bu kuniga qancha tuxum olyapsiz? Misol uchun 34 ta, nechta 35 ta? 35 bosh tovuq 35 ta, 34 ta tug'adi. Bu taglarga bitta yarimtaligi sinib qolayotganlar ham bor ekan. Ha, endi unday narsalar bo'ladi. Bitta yarimta tushib ketadi. Bitta yarimta bo'ladi. Ha. Agar buni qanday qilsak bo'ladi? Misol uchun qancha bo'ldi olganingizga? Bunga bir 6 oylar bo'ldi. 6 oy bo'ldi. 6 oylar bo'ldi. Hozir menimcha fermada boshqa qolmagan bo'lsa kerak yo bormikan? Fermaga endi murojaat qilish kerak. Ular Samarqanddan olib keladi. Samarqanddan 4000, 5000 boshga o'zlari dastavkasi bilan kelib o'rnatib, tushuntirib berib ketadi. Setkalari bilan, setkasi bilan, qafaslari bilan olib kelib o'rnatib, tushuntirib berib ketishadi. Ha, xullas, demak agar qiziqqanlar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsa, o'sha 3000 ta, misol uchun 3000 ta yo 4000 taga shartnoma qilsa, 5000 shartnoma, shunda misol uchun buni o'sha fermani kattasi, fermadagilar bilan shartnoma qilib, misol uchun 3000 dan 4000, 5000 gacha shartnoma qilsangiz, o'shani sizga setkasi bilan olib kelib birinchi partiya yemini ham berib ketadi bo'lsa, bir partiya yemini sizga berib ketadi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana tovuqlarimizni ko'rishingiz mumkin. Sog'lom tovuqlar. Endi bu tovuqlar sotilmaydi. Akamiz o'zi uchun olingan, mana o'zi uchun olgan, mana tuxumlarni ko'rishingiz mumkin. Yemlari ham bir ajoyib yemlar. Xullas 12 xil turda vitaminlari, xullas har xil mahsulotlar bor ekan. Agar bu tovuqqa qiziqadiganlar bo'lsa, tovuq boqaman degan akalarimiz, opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu video tagiga telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Bu tovuqlarni Samarqanddagi joyi bilan gaplashdik. Agar 3000 dan 4000, 5000 gacha agar nima deydi, kelishib, kim nechta oladigan bo'lsa, misol uchun 3000 gacha birdan dogovor qilinsa, chiqarib beramiz deyapti fermadan, olib kelib berar ekan misol uchun. Agar Uzun tumanidan 3000 taga zakaz bo'lsa, misol uchun kelishilgan holda bir 10 kishimi, 20 kishimi, 30 kishimi kelishib, to'planib zakaz qilsa, xullas birdan chiqarib beramiz fermadan deyapti, olib kelib mana shu ko'rib turgan chiroyli kilitkalaring bilan o'rnatib berib ketar ekan xonadonlaringga. Yomon emas, mana tuxumlarni ko'rishingiz mumkin. Tuxumlari mana katta-katta tuxum. Hurmatli kuzatuvchilar, biz mehnatlarimizni qadrlab, like bosib, podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, bundan da qiziq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.